Jizzax viloyati Forish tumanida qo'y o'g'rilari qo'lga olindi. Sodir etilgan o'g'rilik jinoyati va uning fosh etilish jarayoni haqida muxbirimiz xabar qiladi. Shu yilning yanvar oyida Forish tumani Qorobdol mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro bir bosh qo'yi o'g'irlab ketilganligi haqida tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qildi. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida shu mahallada yashovchi 3 nafar gumondor kuzatuvga olindi. Ularning voqea yuz bergan kuni va ertasi kuni bo'lgan joylari jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan o'rganildi. Darhaqiqat, oldindan o'zaro til biriktirib sodir etilgan o'g'irlikda ularning qo'li bor ekan. Qorobdol qishlog'ida 3 nafar shaxs o'zining mahalladoshi bo'lgan bir fuqaroning yarim tunda qo'ylarini o'g'irlaydi va mashinasining yuk qismiga soladi. Uni tanish dallolga naqdlab, ertasi kuni bozorda qo'lga tushadi. Surishtiruv davomida shuningdek 2025-yilning dekabr oyida shu tumanning Uzunbuloq qishlog'ida sodir bo'lgan bir bosh qo'y o'g'irlanishi jinoyati ham ushbu to'da tomonidan amalga oshirilganligi aniqlandi. Hozirda har ikkala holat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Eslatib o'tamiz, o'zgalarning mulkini o'g'irlik yo'li bilan talon-taroj qilish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi. Ya'ni eng kam oylik ish haqining 50 baravari yokida 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yo'li bilan jazolanishi mumkin. Tilobobov Yodgor Choryorov, Jizzax viloyatidan.